Sardor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? O'zi yaxshimi? Siz qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Chikaga kelganingizdan xursandmiz. Shu yerda uchrashganimizdan. Gapiring. Bosib o'tib kelibsiz. Birinchi savolim bizning o'zbek auditoriyaga, siz yangi insonsiz. Именно sizni ko'rganmiz. Rus blogerlarning videolarida sizni olib chiqqan bizneslaringizni, siz haqingizda ma'lumotlar, amerikanskiy blogerlar, mana o'zbek auditoriyasi uchun yangilik. O'zbek millioneri, o'zbekistonlik, asli farg'onalik ham. Farg'onalik. Mana bugun ommaga olib chiqyapmiz. Endi o'zingiz bir tanishtirib o'tib ketsangiz, qayerdansiz, qachon kelgansiz? Men o'zim o'sha aytganingizdek Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidanman, O'zbekistondan. 2099-yilda diplomatiyaga kirib, 2003-yilda 5-kursni tugatmasdan Amerikaga kelgandim. Los-Anjelesga o'sha paytda birdaniga. Shu 22 yildan beri Los-Anjelesda turaman. Nimadan boshlagansiz kelgan paytingiz? Eng qiziq savollardan biri. Kelganimizda birinchi ishim, ishlasa ham bo'lmasa kerak bu narsani, idish yuvish. 2 hafta trening qilib bitta armonni qo'lda idishda olganmiz. Keyin ofitsiantство, mebel yig'ish, moving, gruzchik, keyin kraska qilish, malyar, elektrika, santexnika deydimiz, shu hamma qurilish ishlari bo'yicha hammasini qilib kelganmiz. Keyin bir kirmoshni yuvish, tuzatish, prachnani tuzatish ishiga kirgandim. Green card beraman deganligi uchun. O'sha yerda bir 4 yil ishlaganman. Green card olmasdan o'sha oxiri ketgandim, keyin o'zimning kompaniyamni ochganman. Amerikada ham ko'pgina odamlar sizni biladiki, что nima ish bilan shug'ullanasiz. O'zbek auditoriyasiga ham aytib o'tamiz. Home Alliance kompaniyasining asoschisi Sardor aka Umridinov bo'ladilar. Home Alliance o'zi nima vazifani bajaradi? Qanaqa servis? Home Alliance marketplace deyiladi. Marketplace uy egasi bilan o'sha texnikni bog'lash, o'rtada bog'lash vazifasini bajaradi. Masalan, xo'jalikda sizga appliancelarni tuzatish kerak bo'lsa yoki elektrik kerak bo'lsa, santexnik kerak bo'lsa, qanaqadir ishchi kerak bo'lsa, o'sha murojaat qilsangiz, biz litsenziyasi bor, backgroundni o'tgan texnikni olib borib beramizda. O'shalar o'rtasida turamiz. Agar sifatiga jalb bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiladi klient, biz uni hal qilib beramiz. Amerikanliklar ko'proq o'zlari qilishni xohlamaydi. Mijozlar har doim kimlar kelib qiladi o'sha. Shu servislar murojaat qiladi. Hozirda 7 ta servisimiz bor. O'sha aytganimdek, appliance, konditsioner, elektrika, santexnika, очистка воздуховодов, konditsioner lyuklarni tozalash, keyin handyman и уборка домов, и uyni yig'ishtirish. Butun Amerika bo'yicha. Qo'lingizda nechta ishchi ishlayapti hozir? Ofisni technician kontraktlarni hisobga olmaganda ofisda 200 ta ishchi ishlaydi. 150 ta asosiy kompaniyada Home Alliance'da, yana 50 ta venture studio bor. Yangi kompaniya ochayotgan kompaniyalarimizda alohida yana 50 ta odam ishlaydi. Home Alliance 1 yillik оборот qancha aka? 1 yilga qancha ishlab topadi? Hamma qiziq savollardan biri bo'lyapti-da. Qiziq savollardan. Va Amerikada millioner nechta topsa bo'ladi degan savollar bo'ladi-da. Hozir oyiga 2,5 million qilamiz. 2,5 million dollar. 2,5 millionda. Yiliga значит 30 million dollar tagida. Endi bizda ko'proq подписочный model. Har oyda klientlar подписка to'laydi. Har oy. Kimdir $20, kimdir $50, kimdir $100, bizneslar $200 to'lashadi. Shuning uchun подписочный biznesning modeli otsankasi bo'yicha boshqacha hisoblanadi. Servisga qaraganda, chunki marjinalnosti, foydalisi ko'proq. Sardor aka, buni tushundik. Siz tadbirkor sifatida ko'p joylarda bilim olgansiz, именно biznes bo'yicha. Shu narsa haqida qisqacha aytib bersangiz, nima uchun tadbirkorga o'zi o'qish kerak, yana bilim olish kerak?
Bir narsaga erishgandan keyin o'sha qayerga keyin ketish kerak? Shaxsan kecha ham o'zim savol berdim, shaxsiy savollardan. Endi tadbirkor har doim o'zini ustida ishlash kerak endi. Har doim o'qib, o'rganib, bir problemani hal qilgandan keyin yana kattaroq maqsad qo'ysa, yana ko'proq problema paydo bo'ladi. Bu problemani hal qilish kerak. Agar kimgadir komfortli bo'lsa, demak maqsadi kattaroq emas ekan. Tushunaman. Kattaroq maqsad qo'ysangiz, har doim problema keladi. Problema har qanday problema hal qilsa bo'ladi. Man dunyo bo'yicha ko'p joylarda yurgansiz, mana O'zbekistonda ham, boshqa chet ellarda ham, mana Amerikada biznes ochdingiz. Nima uchun aynan Amerika? Amerika eng katta bozor, cheksiz, adashmasam 27 trillion VVPsi. Faqat Kaliforniyani o'zi 5 trillionga yetadi. Dunyoni hamma VVPlarini qo'yganingizda 5-6 o'rinda turadi. Bozor juda ham katta. Eng katta bozorga o'zbek tadbirkori kirib keldi, qo'rqmadingizmi? Katta bozor. Konkurensiya juda katta. Mirovoy rынок. Endi hammaga bozor kattaligi uchun hammaga yetadi. Hammaga yetadi. Hammaga yetadi. Harakat qilsangiz bo'laveradi. Biznesmenlarga mana hozirgi eng meni boshlanadigan biznesmenlarga qaysidir darajagacha erishdi misol uchun. Keyin biron qanaqa bir ustoz sifatida bironta tavsiyalar bering, чтобы bizlarni ham kuzatadiganlar ham sizdan bir o'rnak olsin. Birinchi o'rinda meni bir biznes filosofiyam bor. Birinchi o'rinda bozorga kirayotganda bozorni oboroti 20 milliarddan ko'p bo'lishi kerak. O'sha sohani oboroti. 20 milliarddan kam bo'lsa, keyin kichkina bo'lib qoladi. Ikkinchidan, u bozor o'sayotgan bo'lishi kerak. Agar bozor qisqarayotgan bo'lsa, bozorga kirmasdi. Har yili o'sib borishi kerak bozor, kengayib borishi kerak. Chunki bozor kichkinayib borsa, o'yin bozordagi konkurentlarga joy yetmaydi-da, konkurensiya kuchayadi. Shuning uchun qisqarayotgan bozorga kirishni tavsiya bermayman. Masalan, logistika, masalan, transportation, bozor kichkinaligi uchun qiyin. O'sa olmaysiz. O'sish uchun boshqa konkurentingiz territoriyasiga olib qo'yishingiz kerak. Agar bu bozor o'zidan o'zi o'sayotgan bo'lsa, harakat qilmasangiz ham o'saverasiz. Chunki bozor o'syapti. Uchinchidan, qanaqadir qolganlardan ko'ra kuchliroq tarafingiz bo'lishi kerak o'sha bozorda. Yo tanish bilishingiz, yo bilimingiz. Nimaga men home servisdaman? Chunki home servisda ko'p ishchilar o'qimlish emas. Amerikada ham. Shuning uchun osonroq ular bilan konkurent qilish. Boshqarish oson. Boshqarish osonroq. Boshqarish oson. Ko'p o'qimaganlik. Mana shu home servisdan tashqari yana bironta biznes qilishingiz niyatingiz bormi? Qilish? Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Daraxt bir joyda ko'karadi deganda. Daraxt bir joyda. Faqat o'sha bitta bozorda, bu shu nimada bozorda 15 yildan ko'proqmi? Lekin O'zbekistonda tadbirkorlar qurilish qilsa ikkinchi biznesi restoran ochadi. Chunki bozor qisqada, shuning uchun. Bozor keng emas. Agar bu yoqda Amerikada faqat shu chuqur yurgan yaxshiroq. Bitta bozorni olib, o'sha aytganimdek, shu bozor kichkina bo'lib qolmasligi uchun qasab 20 milliard bo'lishi kerak bozor. Obyomi, bozorning obyomi, bitta sohani obyomi. Keyin o'yinchi deganda konkurentlar soniga bo'lasiz. Masalan, godovoy оборотni 20 milliardda bo'lsangiz, 100 mingta kompaniya bo'lsa, har bittasi 200 ming bo'ladi. Agar masalan o'sha 20 milliardlik оборотli industriya bo'lsa, 100 mingta konkurent bo'lsa, shu playerda, o'yinchi. Har bittasiga 200 mingdan to'g'ri keladi. Masalan, уборка дома ular undan ham kichikroq, lekin o'yinchi ko'proq. Masalan, undan ham kichkina nimalar bor, nail salonlar, beauty salonlar, ular ham undan ham kichkina. Bundoq hisoblab ko'rsangiz, har bitta o'yinchiga qanchadan оборот tegadi yiliga. Shuni hisoblasangiz bo'ladi. Masalan, konditsioner bozori Amerikada 100 milliard, 100 mingta o'yinchi bor. Degani har bitta kompaniyaga 1 milliondan ulush tegadi. Elektrik kompaniyalari 200 milliard. Bu ham bir 100 mingta o'yinchi bor. Har bitta kompaniya 2 milliondan oborot qiladi degan o'rtacha. Har bitta kompaniyaga talab bor. Talab bor. Shuni hisoblasangiz bo'ladi osongina.
Shu narsani O'zbekistonda qilib ko'raman demadingizmi? Shu sistemani. Qilganman O'zbekiston. Uni ham oson, uni ham hisoblash oson. Fizika bilan kimiyada o'rganganmiz haligi protsentlar bo'yicha. Qanday qilasiz uni? Agar O'zbekistonda bozorni bilmoqchi bo'lsangiz, как раз auditoriyaga qiziq bo'lishi mumkin. Masalan, bilmayapsizki, elektrikani bozori O'zbekistonda qancha? Shuni bilish uchun Amerikani BVPsi 27 trillion, elektrik oboroti 200 milliard. Demak, 200 milliard 37 trillionga bo'lasiz, foizini chiqarasiz. Keyin O'zbekistonda VVPsini oboroti 80 milliardni ko'paytirasiz. Shuni chiqadi. Shu chiqadi. Elektrikani oboroti qanchaligiga? Tushunarli. Qaysi sohani? Shu Amerikadagi statistikani bilib, uni nimaga boshqa davlatni VVPsiga bo'lib hisoblasangiz, o'rtacha bir xil chiqadi. Tushunarli. Chunki bozor o'z hosiliga olib keladida. Bir xil. Masalan, turizm davlatning oborotini 4% nima qiladi o'rtacha. Agar qaysi davlatda 4% dan ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, demak, ular u davlat chegasiga kelib borib qolgan. Undan ko'p qiyinroq chiqarib olish turizmni. Uni turizm ko'tarish uchun VVP ham ko'tarilishi kerak. Sardor aka, mana yaqinda e'tibor qildim, yangi akkaunt ochibsiz, Instagram akkaunt. Imенно o'zbek auditoriya uchun sizda kuzatib borardim, ingliz tilida akkaunt yurgizilardi. Rus tilida, mana yaqinda o'zbek tilida pastga ham qoldiramiz shuni. O'zbekiston auditoriyasi albatta sizga podpiska bo'ladi. Shu o'zbek auditoriyasiga kirib kelishingiz bir sabab bormi? Menga Chunki avval bo'lmagandi sizda. To'g'ri. Rus tilida yoki ingliz tilida yozsam, ko'proq kommentariy olishni boshladim. Nimaga o'zbek tilida gapirmaysiz deyishgan. Men o'ylagandimki, bizni avloddagilar 80-yilda tug'ilgan, 90-yilda maktabga borganlar hammasi rus tilini bilishardi. O'ylardimki, hamma rus tilini bilsa kerak deb o'ylab, faqat rus tilida gaplashardim. Bilishim bo'yicha hozir ko'pchilik bilmas ekan o'zbek tilida gaplashganlar, rus tilini bilmas ekan. Kuzatgisi keladi vatandoshni. Keladi, lekin rus tilini bilishmas ekan, shunga o'zbek tilida gapirishni boshladik. Keyin Sardor aka, sizga bitta savol. Amerikada Forbes sayti bor. Sizni shu yerda ko'rib qoldim. Forbesda yoki spiskadamiz yoki nima aloqangiz bormi Forbesda? Forbes konsultamizda ularga maslahat berib, nima qilib turamiz, statiya yozib, boshqa qilib, biznes konsult. Biznes konsult. Forbes bilan ham ishlaysiz. Tushunarli. Home Alliance'ning o'zini otsenkasi qancha aka hozir 2025-yilda? 2 yil oldin 1,5 yilmi, 2 yil oldin bir 100 million edi. Hozir ketayotgan o'sish bilan bir 150 ga borib qolganmiz. 150 million dollar. Hozir biron endi otsenka va hech narsa qilmaydi, chunki oxiri sotmaganigacha yoki chiqmaganigacha sotib olishga sizga klientlar ham chiqqanmi? Chiqishgan. Lekin siz o'smoqchisizlar shu sistema bo'yicha. Unicorn qilmoqchimiz, maqsad. Yaxshi. Hozir aktivniy M&A'damiz, поглощениеda boshqa kompaniyalarni o'zimizga qo'shish nimasiga ketyapmiz hozir. Sotish maqsadi yo'q hozir. Tushunarli. Hayotda mana biznesda o'z o'rningizni topsiz. Endi shaxsiy hayotingiz haqida qisqacha gapirib bersangiz, nima bilan shug'ullanasiz? Kuningizni qanday o'tkazasiz? Sport bilan yoki kimdir kino ko'radi, kimdir tennis o'ynaydi. Kino men ko'rmayman. Ko'rsam bir oyda bir marta yoki 6 oyda bir marta kino ko'rishim mumkin. Faqat bolalar bilan, farzandlar bilan. Kitob o'qiladi. Bitta kitob oyiga o'qilsa kerak hozir. Undan ko'p emasmi? Bitta kitob o'qiladi. Odatda kundaligim bir xil. O'sha soat 7 da boshlanadi, 8 da ishlarim. Ofisdagi vaqtlari 15 da ham 8 da boshlanadi birinchi mitinglarim. Kompaniyani direktori bilan gaplashaman 15 minut har kuni. Lekin haftasiga 90 minut yakshanba kuni gaplashamiz. Shu bilan Home Alliance boshqaraman, 150 odamni boshqalar kompaniyasi. Undan boshqa ishga kirmayman. Asosiy vaqtimni hozir Venture Studiyada yangi kompaniya qurish bilan A2Z Capital Advisor bor, u ham investment banking, как раз boshqa kompaniya private equity'larga kompaniya sotib olishga yordam beryapmiz, o'zimiz axtaryapmiz kompaniyalarni. Shu bilan shug'ullanaman ko'proq. Kompaniyani topishni, qaysi kompaniyani sotib olishni nimasi bilan. Lekin
har kuni jimim bor. Trener keladi uyga. Soat 12 dan 1gacha 5 kun haftasiga. Shu bilan o'sha kechki payt planlarni ko'rib, boshqa qilgandan keyin farzandlar bilan vaqt sarflab yoki ozgina aylangani chiqamiz. Yugurganim yoki yurgani ko'proq, yugurganim emas. Har hafta stabilni hozir saunaga boraman. Bu o'rtoqlar bilan payshanba kuni shu obeddan keyin уже yopiladi. Shu keyin konferensiyalar bo'yicha boshqa shaharlarga borib ko'proq vaqt o'tkaziladi. Tushunarli. Endi o'zbek auditoriyasiga qiziqda Amerikadagi o'zbek millionerining kuni qanday o'tadi deb. Hammasi plan qilingan. Hammasi plan qilingan. Yillik plan ham bor, kvartalniy planlar ham bor, har 3 oylik, har oyda ham planlar qilingan, planlar ko'rib chiqishadi. Keyin chief of staffim bor, ular bilan har hafta kalendar ko'riladi, bir hafta kalendar. Keyin har kuni kechki payt ish tugagandan keyin ertangi kalendar ko'ramiz. Yotishdan oldin ertaga qanaqa kun kelayotganini qarab qo'yaman. Ular ko'proq boshqaradi kunimni. Tushunarli. Sardor aka, Home Alliance kompaniyasi o'zbek ishchilari bormi? O'zbek ishchilari bor, ko'p emas. Texnishenlar menimcha sanoqli. Ofisda menimcha 2 ta ishchimiz o'zbek bo'lsa kerak. 200 tadan. Hozir elektrikani gapirdingiz, konditsioner haqida gapirdingiz. Bizda ham ko'pgina vatandoshlarimiz borda shu narsa bilan shug'ullanadigan. Kimdir spetsialist elektrikani zo'rtishiladi, kimdir холодильник, konditsioner va hokazoda. Shular hozir murojaat qilsa ishlasa bo'ladimi yoki unga kimdir til bilmaydi, balki til keragidir. Shunga qanday qaraysiz? Endi tilsiz qilsa bo'ladi bu sohani. Faqat ayrim skriptlar bor, yodlab olish kerak. Sherdaqa. Sherdaqa yodlab, klient oldiga kirganda o'sha bir xil skriptni aytib, endi muomala bilan sotib chiqsa bo'ladi-da. Sotish bu yerda asosiy bilim, asosiy bu hunardan tashqari sotishni ham bilish kerak. Biz 4 ta nimasi bor. Bu sohada uspешно bo'lish uchun 4 ta narsa yaxshi bo'lish kerak. Birinchi o'rinda ingliz tili. Ikkinchi o'rinda muomalani yaxshi bilish kerak, customer service'ni. Qo'pol bo'lmasligi kerak. Har doim kulib, boshqa qilib, ko'ngliga kira oladigan, klient ko'ngliga kira oladigan bo'lish kerak. Uchinchi sotish, to'rtinchisi tuzatish. Tuzatish, buzilgan narsani. Buzilgan narsani qilish, hunar to'rtinchisi, eng kami. Agar shu 4 ta narsa sizlarda bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Qolgani agar bo'lmasa o'rgatamiz. Tilni endi skript bilan qilsa bo'ladi, lekin muomalani sotishni o'rgatsak bo'ladi, lekin muomalani o'rgatish qiyinroq. Agar qo'pol bo'lsa odam, muomalani bilmasa, uni qiyinroq o'rgatish, chunki biz ishchilarimiz, texnishenlarimiz o'sha uyni har uyga kirganda muomala qilish kerak. Aynan Amerikada. Amerikada klient amerikanliklar customer servicesiz yoki sales sotuv bo'lmasa yoqtirmaydi. Borishdan oldin SMS tashlanadi, telefon qilinadi. Hozir yo'ldaman, yarim soatda bo'laman. Kofe olaymi, hozir kofe olmoqchiman. O'zimga Starbucksga, sizga ham olaymi kofe deb so'rashadi ishchilarimiz. Borishdan oldin. Borib taqalatgandan keyin 3 qadamga yurish turishingiz kerak, turmaslik yonida. Masalan, to'g'ri gaplashmaysizda, sal Google bilan gaplashishingiz kerak klient bilan. Hech qachon o'z nomidan gaplashmaydi. Shu narsalarni o'rgatamiz. Bizda 10 ta etap, sotuv etapi bor. Bitta o'tish. Agar o'shani o'sha qoidaga qarab sotsangiz, har narsani sotsa bo'ladi. Mo'yingda ham shunaqa. Oldindan aytadi, predgayt qiladi ko'p kompaniyalar bor. O'sha customer service'da, bu Amerikada customer service'ga pul to'lashadi. Ba'zi texnishenlarimiz bor, muomalasi zo'r. Bir oyda o'rganib olgan ish qilishda. Muomalasi zo'r bolalar, o'sha bozorda o'sgan bolalar masalan ko'proq uspешно bo'ladi bu biznesda. Chunki ular bitta kirganda 5000 ga ham sotib chiqadi ishni. 1 soat ketadigan ishni 5000 ga sotsangiz bo'ladi. Bor ba'zi texnishenlar endi единичный emas-ku, A playerlar 50-60 ming oladi oyiga o'zlariga. Zo'r.
50 oltmishmi ishlasa bo'ladi. ishlasa bo'ladi. Hozir hamma yozadi aka sizga. 50 oltmishmi ishlasa bo'lsa. Endi toza ish masalan, Halol. halol ish, toza ish, belingizda nima qilmaysiz. Har kuni uyga kelib oila bilan vaqt o'tkazasiz. Yo'lda yurmaysiz. Trakchilarni aytasizda endi yo'lda yuradi. U Asosan bir bizda yoki o'zbek shunaqa vatandoshlarimiz bor, bilimi bor. Lekin baribir trakda yuradi. keyin bu yerda ishga ruxsat ham kerak emas. Kompaniya ochsangiz bo'ldi. Da. O'zingizga ishlaysizda bu yoqda. Da. O'zingiz kompaniya ochasiz, LLC ochasiz, $300 qancha ketadi kompaniya ochishga. O'sha kompaniyani nomidan ishlaysiz, o'zingiz kompaniyangizda. Tushunarli. O'zlari hisob kitob nalogini chiqarib, o'zlariga foyda qiladi. O'zlarida bitta ishga ruxsatnoma bo'lishi shart emas. Tushunarli. Sardor aka, O'zbekistonga ham borib turasizmi? O'zbekiston boraman, har 2 yilda bo'lsam kerak. Oxirgi marta qachon bordingiz? Oxirgi marta 2 yil bo'ldi menimcha. 2 yil bo'ldi. O'zgarishlarni sezdingizmi? O'zgarish sezildi, sezdim o'zgarishlarni. Qurilishlar, yangi bizneslar, Qurilish investorlar yangi. kirib kelyapti. Ha, to'g'ri. Sen bir kirib kelmoqchi emas o'zbek bozoriga? Ya, Kattaroq qadam qo'yib. oldin kirgandim 16-yilda. Ozgina pulga kuyib, hozircha yo'q harakat. Hozircha Amerikada. Hozir Amerikada, chunki biznesni yoki investitsiyangizda o'zingiz boshqara oladigan, kontrol qiladigan joyda bo'lish kerakda. Masalan, boshqa davlatga investitsiya qilib, o'zingiz boshqara olmasdan kimgadir ishonsangiz, bu investitsiya emas. Tushunarli. Даже qarindosh urug' bo'lsa ham bo'lmaydi bu narsa. Faqat o'zingiz bo'lishi kerak, o'zingiz qarab turishingiz kerak. Bo'lmasam, bundan ko'ra yoki stock marketga qo'ygan yaxshi yoki fondlarga bergan yaxshi pullarni. Tushunarli. Riski kamroq. Sardor aka, o'zingizdan kelib chiqib, misol uchun mana o'zbek vatandoshlarimiz ko'rsa shu videoni, har bir insonga qanaqa bo'lishni tavsiya qilasiz? Disiplina tarafdan, biznes tarafdan va butun hayot tarafdan va oila tarafdan. Umuman inson qanaqa bo'lishi kerak? Birinchidan reputatsiyani saqlash kerak. Bu degani aldamaslik kerak, halol bo'lish kerak. Bergan va'dani ustidan chiqish kerak. Chunki agar reputatsiyangizni yo'qotib qo'ysangiz, уже qayta tiklay olmaysiz. Hayot, bu uzoq hayotda hamma baribir mir chesin deydi. Hayot baribir ham kichkina. Hamma bir-birini biladi. Biznesda o'sib borsangiz, bu haligi toqqa Everestga chiqqandaqa halqa kolso qisqarib boraveradi. Qancha tepaga chiqsangiz, o'shancha krug qisqarib boradi. Reputatsiyani ushlab turish kerak. Keyin oila eng muhim narsa, chunki oila o'zingiz balansni ushlab turadigan narsa. Har doim kelib tayanch, juda ham muhim. To'g'ri oila qurish kerak yoki oilani to'g'ri saqlashni harakat qilish kerak. Bu yerda keyin sherikchilikka ishlashga nima deysiz, partnyorstvoga? Sherikchilik qanday darajada to'g'ri bu yoki balki ishlamaslik? Sherikchilik muhim. Agar aytishadiki, afrikanskiy poslovitsa bor. Agar tez bormoqchi bo'lsangiz, o'zingiz keting. Agar uzoq bormoqchi bo'lsangiz, birga boring. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together deydi. Bu degani, va oxiri borib sherikchilikka borasiz. Chunki katta biznesda sherikchiliksiz qurib bo'lmaydi. O'smaydi biznes qolgan sherikchiliksiz. O'shaning uchun qancha tezroq sherikchilikka kirilsa odam, o'shandan o'tsa, ko'p narsani o'rganadi, konfrontatsiyani o'rganadi, muomala qilib gaplashib, iloji yo'q. Baribir qaror bir nimaga kelishingiz kerak edi, odam bilan har bir kelishishingiz kerak. Sherikchilikda. Bitta o'zingizni tarafingizni ushlab tura olmaysiz. Katta biznesda o'zingiz bitta odam qura olmaydi. Chunki oxiri borib boshida masalan ishlaringizni sizga ishonchi bo'lishi mumkin. Keyinroq partnyorlaringizga ishonchi bo'ladi. Keyin agar publichniy kompaniya qurmoqchi bo'lsangiz, IPO уже publikani sizga ishonchi. Katta kompaniya investorlar ham bitta yagona agar asoschi bo'lsa pul bermaydi.
chunki demak u kelisha olmaydi yoki risk katta bo'ladi ular. Masalan, bitta o'zingiz boshqarsangiz, agar bir narsa bo'lib qolsa, sizga kim boshlab keladi biznesni? Bu ham riski bor. Shuning uchun qanchalik sherikchilikka bahriroq kirilsa, o'shancha yaxshi deb o'ylayman. Sherikchilikni yaqin atrofdan izlasa bo'ladimi? Yoki yaqinlarni, qarindosh, aka-ukalarni iloji boricha qo'shmaslik kerakmi? Birinchi birinchi boshida boshlayotganda intuitivni qarindoshlar yoki yaqinlar bilan boshlaymiz biznesni. Lekin yaxshi narsa olib kelmasa kerak bu. Chunki siz sherikchilikda yoki biznesda qaysi shapkadasiz? Partnyorning shapkasidamisiz sherikchilikni yoki akani yoki ukani yoki qarindosh shapkasidamisiz? O'sha narsalarni kelishib olish kerak oldindan. Yoki bo'lmasam meni kattaroq odam bo'lsa yoki men aytganim bo'ladi deb qolmasligi kerak yoki yon bosish kerak. Shuning uchun aralashtirmagan yaxshiroq. Agar ishda kompaniyada aralashmagan yaxshi, chunki bitta kompaniyada org strukturada ishlay olmaydi. Sherikchilikda ishlasa bo'ladi, lekin oldindan hamma narsa kelishilib olingan bo'lishi kerak, yozilgan bo'lishi kerak. Tushunarli. Keyin har oyda yoki har 3 oyda ofitsial miting qilib, ochiq oydin hamma narsa gaplashish kerak. Bu narsa keyin даже kerak bo'lsa, bitta qog'ozga даже advokat bo'lmasa ham qanaqadir qog'ozga qo'yib qo'yish kerak, yozib qo'yish kerak, va'da qilingan, har tarafdan va'da qilinganligini. Nimagaki? Chunki har bitta odam fikri o'zgaradi-da. Masalan, bitta kitob o'qisangiz yoki bitta kino ko'rsangiz yoki bitta sharoit bo'lsa, ertaga fikringiz o'zgarib qoladi. O'sha paytda bundan oldin qilgan va'dangiz boshqa odam bo'lib qoladi. Agar yozilgan bo'lsa, ko'rasiz, dedi, ahmoq ekanman, lekin qo'l qo'yibman shunga, bo'pti, qilaman deysiz. Yozilgan bo'lsa, agar yozilmagan bo'lsa, yo'q, buni aytmagan, aytolmayman, qanaqasiga aytganman bu narsani. Noto'g'ri bu narsa. Chunki fikringiz o'zgarib bo'lgan, kitobni o'qigandan keyin yoki bir vaqt o'tgandan keyin siz odam o'zgaradi-da. 2 yil oldin yoki 1 yil oldin aytilgan yoki sharoit boshqacha bo'lib qoladi. Shuning uchun har doim qog'ozga tashlab qo'yish kerak. Esdan chiqib qolishi mumkin. Esdan chiqib qolishi mumkin, to'g'ri. Shuning uchun har doim qog'ozga tashlab qo'yish kerak. Sardor aka, vatandoshlarimizga qiziq bo'lsa, nasib bo'lsa, siz bilan ana shu sferada ham bir kun yurib ko'ramiz, videolarga olib, qanday servis bu, qanday ishlanadi. Ko'p videolaringiz ham bor. Tomosha qilmoqchi bo'lganlarga Sardor aka profillariga o'tsa, o'zlari ham ko'p videolar chiqaradi. Tanishganimdan xursandman siz bilan. Nasib bo'lsa, Los Anjelesga ham boramiz, bir chiroyli videolar olamiz. Albatta Sardor akaga podpiska bo'lishni unutmanglar. Izohda nima fikrlaringiz bo'lsa, izohda qoldiringlar va o'zlari albatta javob beradilar. Sizlar bilan Sardor aka Umridinov, o'zbek millioneri, Amerikadagi va Shahzod Rustamov. Sardor aka, rahmat, sog' bo'ling.